Bu nimani anglatishini tushunyapsanmi? Bu bino emas, bu sabor emas. Aynan sen tirik Xudoning ma'badisan. Qanday buyuk sharaf, buni hatto sig'dira olmayman. Osmon yaratganchisi meni maskan qildi, iso tushdi pastga, abadiy ulug'ligini qoldirib. Mening isyonkor jonimni qutqarish uchun tana oldi, kelayotgan g'azabni u o'zi oldi. Menga tinchlik bergan jazoni u ko'tardi. Jim olib borilgan qo'zida qo'limga, sevgisi toshdi to'lqinli daryo kabi. U Xudo edi, abadiy nurga burkangan, lekin odamlar oldida sharmandalikni qabul qildi. Qochgan mixlangan yalang'och qo'lda yo boshda. Shunda men uning g'alabasi bilan qoplanay, qo'llarida mixlar, boshida tikan tosh. U mening qarzimni to'ladi, hammasi tugadi, hoj zaiflik emas edi, bu Xudoning rejasi edi. Uning o'limi orqali mag'lub bo'ldi gunoh, kibr va men sindirildi butunlay. Itoati bilan yo'lni ko'rsatdi, tanada yashab ham pok yashash mumkinligini. U meni qutqardi, yuvdi, pokladi, endi muqaddas ruhi menda yashaydi. Men faqat do'zaxdan qutqarilgan emasman, men uning maskani, tirik ma'badiman. Men tirik ma'badman, ruhimda olov, muqaddas ruh, kel boshqaruvni ol. Yuragimni taqillatding, men ochaman keng. Kel hozir hukmronlik qil, sening yuking yengil, bo'yin turug'ing shirin. Qorong'uda sen mening tinchligimsan. Tirik ma'bad, tanlangan etish qudratli Xudo ichimda yashaydi. Ilgari shoh Dovud xohlardi ahd sandig'i yonida bo'lishini, uning uyida ulug'lik qolishini abadiy. Lekin bugun bu oltindan ham chuqurroq. Tirik Xudo yuragingni xohlaydi, yog'och emas, oltin taxt emas, balki uning tirik huzuri tanangda. U yana taqillatadi, eshityapsanmi? Osmon shohi uy qidirmoqda. Bu sening nafasingsan, yuraging urishining sababi ham u. Agar muqaddas ruh joyida bo'lmasa, sen maqsaddan chetda qolasan. Unga taxtni ber, hammasini topshir, yarim emas, oxirigacha so'zini o'qi, ovoziga itoat et. Muqaddaslik tanlov emas, yo'ldir. Xudo aytdi, sen mening ma'badimsan, va u o'ziga tegishli narsani himoya qiladi. Buzma u yaratgan narsani, sen uchun yaratilgansan, pok bo'lish uchun. Uni birinchi o'ringa qo'y, chaqiruvingni bajar. U bilan tinchlik bor, usiz esa yiqilasan. Uning huzuri quvonch va tinchlik olib keladi. U bilan sen mustahkamsan, abadiy. Bu nimani anglatishini tushunyapsanmi? Bu bino emas, bu sabor emas. Chatta sen, aynan sen tirik Xudoning ma'badisan. Qanday buyuk sharaf, buni hatto sig'dira olmayman. Osmon yaratganchisi meni maskan qildi, iso tushdi pastga, abadiy ulug'ligini qoldirib. Mening isyonkor jonimni qutqarish uchun tana oldi, kelayotgan g'azabni u o'zi oldi. Menga tinchlik bergan jazoni u ko'tardi. Jim olib borilgan qo'zida qo'limga, sevgisi toshdi to'lqinli daryo kabi. Xudo edi, abadiy nurga burkangan, lekin odamlar oldida sharmandalikni qabul qildi.
Qochgan mixlangan yalang'och holda yog'ochda. Shunda men uning g'alabasi bilan qoplanay. Qo'llarida mixlar, boshida tikan toj. U mening qarzimni to'ladi, hammasi tugadi. Xod zaiflik emas edi, bu xudoning rejasi edi. Uning o'limi orqali mag'lub bo'ldi gunoh, kibr va men sindirildi butunlay. Itoati bilan yo'lni ko'rsatdi, tanada yashab ham pok yashash mumkinligini. U meni qutqardi, yuvdi, pokladi. Endi muqaddas ruhim menda yashaydi. Men faqat do'zaxdan qutqarilgan emasman, men uning maskani, tirikman, abadiyman. Ilgari shoh Davud xohlardi ahd sandig'i yonida bo'lishini, uning bo'yida ulug'lik qolishini abadiy. Lekin bugun bu oltindan ham chuqurroq tirik Xudo yuragingni xohlaydi. Yog'och emas, oltin taxt emas, balki uning tirik huzuri tanangda. U yana taqillatadi, eshityapsanmi? Osmon shohi uyi qidirmoqda, u sening nafasingsan. Yuraging urishining sababi ham u. Agar muqaddas ruh joyida bo'lmasa, sen maqsaddan chetda qolasan. Unga taxti ber, hammasini topshir. Yarim emas, oxirigacha so'zini o'qi, ovoziga itoat et. Muqaddaslik tanlov emas, yo'ldir. Xudo aytdi, sen mening ma'badimsan va o'ziga tegishli narsani himoya qiladi. Buzma u yaratgan narsani. Sen uchun yaratilgansan, pok bo'lish uchun. Uni birinchi o'ringa qo'y, chaqiruvingni bajar. U bilan tinchlik bor, usiz esa yiqilasan. Uning huzuri quvonch va tinchlik olib keladi. U bilan sen mustahkamsan, abadiy. Bu nimani anglatishini tushunyapsanmi? Bu bino emas, bu sobor emas. Aynan sen. Sen tirik Xudoning ma'badisan. Qanday buyuk sharaf, buni hatto sig'dira olmayman. Osmon yaratganchisi meni maskan qildi. Iso tushdi pastga, abadiy ulug'ligini qoldirib. Mening isyonkor jonimni qutqarish uchun tana oldi. Kelayotgan g'azabni u o'zi oldi. Menga tinchlik bergan jazoni u ko'tardi. Jim olib borilgan qo'zida qo'limga, sevgisi toshdi to'lqinli daryo kabi. U Xudo edi, abadiy nurga burkangan. Lekin odamlar oldida sharmandalikni qabul qildi. Qochgan mixlangan yalang'och holda yog'ochda. Shunda men uning g'alabasi bilan qoplanay. Qo'llarida mixlar, boshida tikan toj. U mening qarzimni to'ladi, hammasi tugadi. Qoch zaiflik emas edi, bu Xudoning rejasi edi. Uning o'limi orqali mag'lub bo'ldi gunoh, kibr va men sindirildi butunlay. Itoati bilan yo'lni ko'rsatdi, tanada yashab ham pok yashash mumkinligini. U meni qutqardi, yuvdi, pokladi. Endi muqaddas ruhim menda yashaydi. Men faqat do'zaxdan qutqarilgan emasman, men uning maskani,
tirik mabadiman. Men tirik mabadman, ruhimda olov, muqaddas ruh kel boshqaruvni ol. Yuragimni taqillatding, men ochaman keng. Kel hozir hukmronlik qil, sening yuking yengil, bo'yin turug'ing shirin. Qorong'uda sen mening tinchligimsan. Tirik mabad tanlangan etish qudratli Xudo ichimda yashaydi. Ilgari shoh Dovud xohlardi ahd sandig'i yonida bo'lishini, uning uyida ulug'lik qolishini abadiy. Lekin bugun bu oltindan ham chuqurroq. Tirik Xudo yuragingni xohlaydi, yog'och emas, oltin taxt emas, balki uning tirik huzuri tanangda. U yana taqillatadi, eshityapsanmi? Osmon shohi uy qidirmoqda. Bu sening nafasingsan, yuraging urishining sababi ham u. Agar muqaddas ruh joyida bo'lmasa, sen maqsaddan chetda qolasan. Unga taxtni ber, hammasini topshir, yarim emas, oxirigacha so'zini o'qi, ovoziga itoat et. Muqaddaslik tanlov emas, yo'ldir. Xudo aytdi, sen mening mabadimsan, va u o'ziga tegishli narsani himoya qiladi. Buzma u yaratgan narsani, sen uchun yaratilgansan, pok bo'lish uchun. Uni birinchi o'ringa qo'y, chaqiruvingni bajar. U bilan tinchlik bor, usiz esa yiqilasan. Uning huzuri quvonch va tinchlik olib keladi. U bilan sen mustahkamsan, abadiy. Bu nimani anglatishini tushunyapsanmi? Bu bino emas, bu sobor emas, chattasan. Aynan sen tirik Xudoning mabadisan. Qanday buyuk sharaf, buni hatto sig'dira olmayman. Osmon yaratganchisi meni maskan qildi, Iso tushdi pastga, abadiy ulug'ligini qoldirib. Mening isyonkor jonimni qutqarish uchun tana oldi. Kelayotgan g'azabni u o'zi oldi. Menga tinchlik bergan jazoni u ko'tardi. Jim olib borilgan qo'zidek o'limga, sevgisi toshdi to'lqinli daryo kabi. Xudo edi, abadiy nurga burkangan, lekin odamlar oldida sharmandalikni qabul qildi. Qochgan mixlangan, yalang'och holda yog'ochda. Shunda men uning g'alabasi bilan qoplanay. Qo'llarida mixlar, boshida tikan toj. U mening qarzimni to'ladi, hammasi tugadi. Xod zaiflik emas edi, bu Xudoning rejasi edi. Uning o'limi orqali mag'lub bo'ldi gunoh, kibr va men sindirildi butunlay. Itoati bilan yo'lni ko'rsatdi, tanada yashab ham pok yashash mumkinligini u meni qutqardi, yuvdi, pokladi. Endi muqaddas ruhim menda yashaydi. Men faqat do'zaxdan qutqarilgan emasman, men uning maskani, tirik mabadiman. Ilgari shoh Dovud xohlardi ahd sandig'i yonida bo'lishini, uning uyida ulug'lik qolishini abadiy. Lekin bugun bu oltindan ham chuqurroq. Tirik Xudo yuragingni xohlaydi, yog'och emas, oltin taxt emas, balki uning tirik huzuri tanangda. U yana taqillatadi, eshityapsanmi? Osmon shohi uyi qidirmoqda, u sening nafasingsan. Yuraging urishining sababi ham u. Agar muqaddas ruh joyida bo'lmasa, sen maqsaddan chetda qolasan. Unga taxtni ber, hammasini topshir, yarim emas, oxirigacha so'zini o'qi, ovoziga itoat et. Muqaddaslik
tanlov emas yo'ldir. Xudo aytdi, sen mening ma'badimsan va o'ziga tegishli narsani himoya qiladi. Buzma u yaratgan narsani. Sen uchun yaratilgansan, pok bo'lish uchun. Uni birinchi o'ringa qo'y, chaqiruvingni bajar. U bilan tinchlik bor, usiz esa yiqilasan. Uning huzuri quvonch va tinchlik olib keladi. U bilan sen mustahkamsan, abadiy. Bu nimani anglatishini tushunyapsanmi? Bu bino emas, bu sobor emas. Aynan sen. Sen tirik Xudoning ma'badisan. Qanday buyuk sharaf, buni hatto sig'dira olmayman. Osmon yaratganchisi meni maskan qildi. Iso tushdi pastga, abadiy ulug'ligini qoldirib. Mening isyonkor jonimni qutqarish uchun tana oldi. Kelayotgan g'azabni u o'zi oldi. Menga tinchlik bergan jazoni u ko'tardi. Jim olib borilgan qo'zida qo'limga, sevgisi toshdi to'lqinli daryo kabi. U Xudo edi, abadiy nurga burkangan. Lekin odamlar oldida sharmandalikni qabul qildi. Qochgan mixlangan, yalang'och qo'lda yo boshda. Shunda men uning g'alabasi bilan qoplanay. Qo'llarida mixlar, boshida tikan tosh. U mening qarzimni to'ladi, hammasi tugadi. Qoch zaiflik emas edi, bu Xudoning rejasi edi. Uning o'limi orqali mag'lub bo'ldi gunoh, kibr va men sindirildi butunlay. Itoati bilan yo'lni ko'rsatdi, tanada yashab ham pok yashash mumkinligini. U meni qutqardi, yuvdi, pokladi. Endi muqaddas ruhi menda yashaydi. Men faqat do'zaxdan qutqarilgan emasman, men uning maskani. Tirik ma'badiman, men tirik ma'badman. Ruhimda olov, muqaddas ruh, kel boshqaruvni ol. Yuragimni taqillatding, men ochaman keng. Kel hozir hukmronlik qil, sening yuking yengil, bo'yin turug'ing shirin. Qorong'uda sen mening tinchligimsan. Tirik ma'bad, tanlangan etish qudratli Xudo ichimda yashaydi. Ilgari shoh Dovud xohlardi ahd sandig'i yonida bo'lishini, uning uyida ulug'lik qolishini abadiy. Lekin bugun bu oltindan ham chuqurroq. Tirik Xudo yuragingni xohlaydi, yog'och emas, oltin taxt emas, balki uning tirik huzuri tanangda. U yana taqillatadi, eshityapsanmi? Osmon shohi uy qidirmoqda. Sening nafasingsan, yuraging urishining sababi ham u. Agar muqaddas ruh joyida bo'lmasa, sen maqsaddan chetda qolasan. Unga taxtni ber, hammasini topshir, yarim emas, oxirigacha so'zini o'qi, ovoziga itoat et. Muqaddaslik tanlov emas yo'ldir. Xudo aytdi, sen mening ma'badimsan va u o'ziga tegishli narsani himoya qiladi. Buzma u yaratgan narsani, sen uchun yaratilgansan, pok bo'lish uchun. Uni birinchi o'ringa qo'y, chaqiruvingni bajar. U bilan tinchlik bor, usiz esa yiqilasan. Uning huzuri quvonch va tinchlik olib keladi. U bilan sen mustahkamsan.